Qayerda qoldi, kimlar bilan uchrashib qoldi deb qo'rqmayman, xotirjamman, arkayimman. Nazorat ostida. Men adım Malika, meni farzandim Data xalqaro maktabini 8-B sinf o'quvchisi Azamatov Aybekni opasiman. O'qishlari yaxshi tomoni, o'zgarishlar yaxshi. Yaqinda mana olimpiadaga borib keldik Dubayga. Xudoga shukr, 3-o'rin oldi. Natijalar yomon emas. Tutor sistemalarimiz juda ham yoqdi. Tutor sistemasi, tutori har safar telefon urib, so'rab turadi. O'qishlarinda o'zgarishlari, kamchiligi bo'lsa kamchiligini, plus tarafi bo'lsa plus tarafini hammasidan xabardor qilib turadi. Unisi juda ham yoqdi tutorlik sistemalaringiz. Matematika ustozimga juda ham rahmat aytaman. Qiziqishi, yaxshi matematikani yaxshi ko'rib, uyda maktabdan borgandan keyin faqat shu matematika haqida ko'p so'zlashamiz. Masalan, eshitmagan sertifikatlarimizni eshitib shu ustozim orqasida. Men uchun maktabni yoqqan tomoni, balamdan xotirjamman. Azonda ketgandan, eshikni oldindan kelib avtobus olib ketadi. Kechda olib keladi. Tavsiya etaman bizlarni hozir o'sib keladigan yoshlarga tavsiya etaman. Chunki plus tarafi telefondan nari bo'ldi baribir. Bolalar azonda ketgandan kechacha telefon yo'q qo'llarida. Farzandlarimizga umidimiz katta. Sizlarga ishonch bildiramiz. Xudo xolasa, yuzimiz yorug' bo'ladi deb umid qilamiz.